Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan endokrin fiziologiyasi 6-mavzu bilan tanishib chiqamiz. Demak, bu mavzuyimizda antidiuretik gormonning ta'sir mexanizmi, antidiuretik gormon ajratish nazorati va ADGga bog'liq kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Demak, asosiy bugungi mavzuyimizda bizga kerak bo'ladigan qism gipotalamus, gipofiz va buyraklar bo'ladi. Demak, asosiy ta'siri buyraklarga yo'naltirilgan hisoblanadi. Chunki diurez deyilyapti. Diurez ya'ni suyuqlikning chiqarilishi. Suyuqlik chiqishi. Endi shunga antidiuretik deyilyapti. Antidiuretikga qarshi demak gormon ta'sirini ko'rib chiqarganmiz. Buni ikkinchi nomi vazopressin. Vazopressin hisoblanadi. Hop. Demak, antidiuretik gormon aytganimizdek arginin, vazopressin yoki oddiygina qilib vazopressin deyiladi. Chunki buni qon tomirlariga ta'siri ham aniqlangan. Demak, qon tomirlariga ta'siri va bir reseptorlar orqali, ya'ni vazopressin bir reseptor orqali. Antidiuretik gormon gipotalamusdagi supraoptik yadro, ya'ni hujayra tanalar guruhi orqali ajraladi. Ya'ni neyrogipofizga ta'sir qiladi. Neyrogipofiz bu joydan keyin buyraklarga ta'sir qiladi. Buyraklardagi yig'uvchi narsalarga. Antidiuretik gormon arginin, vazopressin, shuningdek antidiuretik gormon gipotalamusdagi magnesellar, ya'ni katta hujayralar tomonidan ishlab chiqariladi va neyrogipofizda saqlanadi va ajratiladi. Ya'ni bu magnesellar hujayralar bu supraoptik yadro haqida gap ketyapti. Supraoptik nukleus, supraoptik nukleus. Uchinchi son deymiz. ADGning asosiy vazifasi distal egri buyrak kanalchalarida suvning o'tkazuvchanligini kuchaytirish orqali suvni qayta so'lishi, ya'ni reabsorbsiyasini oshirish hisoblanadi. Shuningdek, qo'shimcha ravishda ADG qon tomirlar qarshiligini oshiradi. ADGning bu xususiyati boshqa qon tomirlar turuvchilariga sezuvchanlik kamayganida juda foydali hisoblanadi. O'tkir qon yo'qotish, ya'ni gemorragik shoklarda va sistemik infeksiyalar, ya'ni sepsis holatlarida bu holat sodir bo'ladi. ADGning qondagi miqdori demak 1,5-6 nanogram taqsim litrga teng bo'ladi. Demak, bu antidiuretik gormon haqidagi umumiy ma'lumotlar edi. Endi keyingisi demak antidiuretik gormonning ta'siri. O'zi antidiuretik gormon ajralishi uchun bizda quyidagi omillar kerak edi. Ya'ni qon bosimini, qon hajmini birinchi navbatda kamayishi. Buni yozamiz. Qon hajmini kamayishi, qon bosimi kamayishi, shuningdek plazma osmol yarligi ortishi. Qon hajmi kamayishi demak suyuqlikni yo'qotish bilan bog'liq. Plazmadagi suyuqlik yo'qotilishi bu o'z navbatida qon bosimi tushishiga sabab bo'ladi. Qismi kamayishi kuzatiladi.
Bunga asosiy sabab plazma osmon yarligi oshish bo'lyapti. Ya'ni plazmada bilamizki, suv va elektrolitlar mavjud bo'ladi. Asosan shu natriy, xlor shular suyuqlik miqdorini kamayishi bu asosan osmon yarlikda zarrachalar miqdori ortishi bu joyda kuzatilyapti. Ya'ni plazma osmon yarligi zarrachalar bilan teng. Osmon yarligi osmon yarligi hop, osmon yarligi esa suyuqlik bilan bog'liq bo'ladi, plazma osmon yarligi. Hop, bu holatda plazmamiz hozir shu gipertonik holatda turibdi. Ya'ni gipertonik plazma deb ataymiz. Gipertonik plazma. Chunki elektrolitlar ko'p, natriy xlorlar ko'p. Endi bizda plazma osmon yarligi kam deydigan bo'lsa, plazma osmon yarligi kamaygan deydigan bo'lsa, suvning miqdori plazmada ko'paygan, shuningdek natriy va xlor kabi ionlar miqdori kamaygan bo'ladi. Ya'ni bizda o'zi eritmada erituvchi va erigan modda bor edi. Erigan modda. Bu xuddi shu eritma plazma deydigan bo'lsak, plazma bunda erituvchi suv, o'sha 92% edi. 90-92% suv. Shu qolgani erigan moddalar natriy, xlor va boshqa zarrachalar hisoblanadi. Shunga qarab turib biz plazma osmon yarligini hozir shu tafovut qilyapmiz. Suyuqlik ko'p endi bu holatda. Unda endi gipertonik plazma bo'lib qoladi. Gipertonik plazma. Endi plazmada suyuqlik miqdori ortyapti. Shuning uchun gipertonik plazma deyiladi. Gipertonik va gipotonik. Mana shu 3 ta omil 1 2 3 bu plazma osmon yarligi, qon bosimining kamayishi, qon hajmining kamayishi, antidiuretik garmon ajralishiga ta'sir qiladi. Bu hammasi ADG ajralishi uchun stimul yoki ta'sir deylik. Ta'sir. Bu joyda aytilyapti, mana alkogol ham bu o'sha gipotalamusdan supraoptik yadrosidan ATG ajralishini bloklaydi. ATGni kamaytiradi alkogol ta'sirida. Endi plazma osmon yarligi ortishi bunga musbat ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, umumiy qon bosimining kamayishi, kortizol deyilyapti bu joyda musbat ta'sir ko'rsatadi. Va bu o'zi antidiuretik garmon, shunday vazopressin deylik, supraoptik yadroda ishlab chiqariladi gipotalamusdagi va hipofizga sekresiya qilinadi, ajratiladi. Joyda to'planadi. Hop, u o'sha ajratilgandan keyin sinaptik vezikula ichida maxsus motor neyronlar orqali mana shu joydagi motor neyronlar tashlanadi va bu o'sha vezikulada antidiuretik garmon ajralish uchun kerak bo'lgan maxsus stimullar, ya'ni yuqorida aytganimizdek qon hajmining kamayishi, qon bosimining kamayishi, plazma osmon yarligini ortishi shular bu antidiuretik garmon ajralish uchun stimul ta'sir qiladi, qo'zg'atadi bu joyda. O'sha antidiuretik gipotalamusda quyidagi retseptorlar mavjud. Ya'ni osmot retseptorlar, shu osmotik bosimni sezib turadigan. Bular ya'ni organum vasculosum lamina terminalis hisoblanadi. Demak, organum vasculosum lamina terminalis joyga yozamiz. Organum vasculosum lamina terminalis. Lamina terminalis va subfornikal organ. Mana shu joyda retseptorlari mavjud hisoblanadi.
Sufonica organik bo'lsa, mana bu OVLT ni retseptorlari. Ya'ni bular o'sha qon bosimini sezishni ta'minlab beradi bizga. Hop, antidiuretik gormon ajralgandan keyin u shu aytdik, buyrakka ta'sir qiladi dedik va qon tomirlariga V1, buyrakka V2 orqali ta'sir qiladi. Bu hammasi GPCR bilan amalga oshadi. GPCR orqali amalga oshadi. Demak, bu antidiuretik gormonni shu ajralishi o'z ta'sirini yana bir ko'rib chiqamiz. Keyingi slaydni ko'raylikchi. Vazopressin haqida ekan. Demak, vazopressin arginin vazopressin demak, arginin vazopressinning hujayraviy ta'sirlari GPCR ga bog'liq holatda amalga oshadi. Shuningdek, antidiuretik gormonning 3 ta retseptorlari aniqlangan. Bu retseptorlar antidiuretik gormonni qayerda ishlab chiqarilishi va GPCR ning turiga bog'liq holatda ishlab chiqariladi, farqlanadi. O'zi GPCR ni turlari u ta'sir qilayotgan, ya'ni GPCR ikkita xususiyatiga ko'ra farqlanadi. Qayerdan ishlab chiqarish, qayerda joylashgani va turiga ko'ra. GPCR ning qaysi turi? GS, GI yoki GQ shunga ko'ra farqlanadi. U misol uchun unga ta'sir qiluvchi ligandni qanday tabiatga egaligi yoki qanaqa ekanligi umuman ahamiyatsiz bu joyda. Bu joyga asterxolin ta'sir qilishi mumkin, epinefrin ta'sir qilishi mumkin. Mana shu qayerga ta'sir qilyapti, qayerda ishlab chiqyapti? U silliq muskuldami yoki ko'ndalang muskuldami? Ko'ndalang muskul yoki yurak muskuli, qon tomir, u bez hujayrasi bo'lishi mumkin. Shuni e'tiborga olib qo'yamiz. Ya'ni ikkita narsaga ko'ra u farqlanar ekan GPCR, ya'ni ishlashiga ko'ra. Bu qo'shimcha ma'lumot avvalgi darslarimizda aytish yoddan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun esga kelganda aytib o'tib ketyapmiz. Hop. Demak, ular mavzuga qaytamiz. Antidiuretik gormonni qayerdan ishlab chiqarilishi va GPCR turiga bog'liq holatda 3 ta retseptor bor edi. Ular quyidagi vazopressin 1 retseptorlari. Hop. Shunday qilamiz. Vazopressin 1 reseptor, shuningdek vazopressin 1A GQ bilan ishlaydi va bu antidiuretik gormon uchun spesifik maxsus hisoblanar ekan. Keyin vazopressin 2 reseptorlari GS bilan ishlaydi va buyrakda ishlab chiqariladi. Va vazopressin 3 reseptorlari bu GQ bilan ishlaydi. Hop. Bu yerda aytilyapti, to'liq ma'lumotlar keyingi qismda batafsil keltirilar ekan. Hop. Vazopressin 1 reseptorlar shuningdek GQ bilan ishlaydi deyilyapti. Ular antidiuretik gormon uchun spesifik hisoblanadi. Demak, biz ularni jigar, silliq muskullar, miya va buyrak bezlarida uchratishimiz mumkin ekan. Shu joylarda topilgan ekan. Antidiuretik gormon demak fosfolipodissani D va A2 ni faollashtiradi va fosfatidyl inositol difosfatni gidrolizini stimullaydi. Natijada hujayra ichida kalsiy miqdori ortadi. Kalsiy 2+ demak ortadi. Antidiuretik gormonning vazopressor effekti, ya'ni V1 retseptori orqali amalga oshadi. Qon tomirlarini qisqartirish aynan mana shu retseptorlar bilan amalga oshar ekan. Hop. Qon tomiri deymiz. Eritrotsitlar. Hop. Shuni keltiramiz. Qon hujayralari, trombositlar. Qisqasi qon tomir hujayrasi, ularning o'sha faollanishi asosan antidiuretik gormon umumiy qon tomirlaridagi qon tomir silliq muskuliga ta'sir qiladi. U joyda antidiuretik gormon o'sha retseptorga bog'lanadi va GQ proteinini aktivlaydi. Ya'ni GQ ni aktivlaydi. GQ aktivlangandan keyin hujayra ichida kalsiy ortadi. Kalsiy ortishini biz bildik. GQ aktivlandi. Mana bu qon tomirni mana shu qavatda silliq muskul desak, hop, mana bu qavatini deylik. Bu endoteliy, mana bu qavatini muskul qavati desak.
Hop. Mana shu joydan demak jarayon kechyapti. Mana shu joyda. Jiku hujayra membranasidan o'sha bu joyga antivirus garmon keldi. Vazopresin ta'sir qildi, u aktivlandi. Demak, u fosfolipaza C aktivlaydi. Ferment, bu ferment. U hujayra membranasi fosfolipid inositol difosfatni aktivlaydi. Demak, ikki qismga ajraladi deganmiz. DAG va inositol trifosfat. Inositol trifosfat sarkoplazmatritik o'limdan bu joyda IPO3 retseptorlar bor, u joyga bog'lanadi va kalsiyni hujayra chiqishini orttiradi. Shunday hujayra ichiga yana qo'shimcha kalsiylar kiradi. Hujayra ichiga yana kalsiy kiradi. Bu ikkovi birgalikda qo'shilib, demak, miozin kalmodulin bilan bog'lanadi. Va kalsiy kalmodulin kompleksini hosil qiladi. Bu demak MLS kinazi miozin light chain kinazasiga ta'sir qilib, uni fosforiladi, miozin fosforillanadi. U aktin bilan qo'shilib qo'zg'alishni, ya'ni konstriksiya qisqarish yuzaga keladi. Ya'ni qon tomir qarshiligi ortadi bu natijasida, chunki qonni hajmi ham ortyapti. Qon hajmi ortgandan o'z navbatida qon bosimi ortadi. Periferik qarshilik ortish hisobiga. Demak, bu vazopresin bir reseptorlarning ta'sir mexanizmi edi. Keyin esa demak bizda antidiuretik gormoni fiziologiyasiga kelamiz. Antidiuretik gormoni fiziologiyasi asosan qondagi osmolarlik bilan bog'liq bo'ladi. Qon osmolarligidagi o'zgarishlar antidiuretik gormonni ajralishiga ta'sir qiladi. Ya'ni osmolarlikni aytdik. Osmolarlik gipertonik plazma. Shunday deb yozganmiz va gipertonik plazma. Gipertonik bo'ladigan bo'lsa elektrolitlar ko'p. Gipertonik bo'lsa suv miqdori ko'p bo'ladi. Xo'p, antidiuretik gormon demak aquaporin kanallari hosil bo'lishini qo'zg'atargan, yurakda o'sha yig'uvchi naylarda ana aquaporin kanallari qo'shilgan. Antidiuretik gormon hisobida shuning natijasida suvni reabsorpsiyasini qayta so'rilishi amalga oshyapti. Qayta so'rilishi. Demak, bu joyda siylikni qon hajmi kamayishini ko'rsatilyapti, osmolarlikni ortishi deyilyapti. Osmolarlik keyin o'z holatiga qaytadi va antidiuretik gormon ajralishi kamayadi. Bu joyda aquaporin kanallar olib tashlanadi va suv reabsorpsiyasi kamayadi deyilyapti. Bu qon hajmi ortgan, osmolarlik kamaygan. Siylikda mana ko'rib turibmiz qanday holat bo'layotganligini. Qon bosimi deyapti bu joyda, yana qon bosimi demak qon bosimini kamayishi antidiuretik gormon ajralishini stimullaydi. U esa vazopresin bir retseptorga ta'sir qilib, qon tomirlarini qisqarishiga ta'sir qiladi. Ya'ni past qon bosimi endi antidiuretik gormon kelib ta'sir qildi va yuqori qon bosimiga aylandi. Yuqori qon bosimiga aylanishi bu joydagi qon tomirdagi V1 retseptorlari. Qon tomirlari vazopresin bir retseptor u jiku bilan ishlaydi. Hujayra ichida kalsiy 2 ortadi. Bu esa o'z navbatida yuqorida mana bu joyda aytilgan qisqarishga, qon tomirini qisqarishga olib keladi. Qon tomiri torayadi. Shu qon tomiri oldin kengayganida qarshiligi bo'ldi, endi qarshilik bor, suyuqlik endi bosim ortishiga olib keladi. Ya'ni kichik joydan mana faraz qilaylik, bizda quvur bor edi. Quvurimizni mana suyuqlik ketyapti bu joyda, suyuqlik harakatlanyapti. Suyuqlik harakatlanyapti. Endi siz shu bir qo'lingiz bilan buni bossangizda mana bu tomonni bekitdingiz, bir uchini, bir tomonni yarmini yopdingiz shu quvurni. Endi suyuqlik birinchi navbatda bu tomonda to'planish yuzaga keladi, yig'iladi va endi kichik joydan chiqishi ortadi, ya'ni bosim bilan chiqadi. Bosim
ortib chiqadi. Ya'ni ortganligi uchun bosim bilan otilib chiqadi bu joydan suyuqlik. Shu hisobiga demak bizda suyuqlikni hajm kichrayapti. Endi uni bosimi ortishiga olib keladi. Kichrayib bosim ortishi. Hajm kichrayish deylik, tushishi emas. Hajm. Aniqrog'i hajm ham demasligimiz kerak. Hajm va bosim ortadi. Yuza kamayganligi uchun yuza yoki sath kamaydi. Shuning uchun ham endi qon bosimi ko'tariladi va qon hajmi ham ortadi. Bu qanday kechadi aslida? O'sha buyraklarga ta'siri, asosiy ta'siri buyraklarga kechadi. Biz yuqorida aytdik, qon bosimining kamayishi, qon hajmining kamayishi va shuningdek bizda osmolarlikni ortishi ham dedik. Osmolarlik ortsa demak u joyda natriy xlorishlar ushlanib qolyapti. Buyrakni bu joyda vazopresin 2 ga shunga yozaylikda. Vazopresin 2 reseptorlari GS bilan ishlaydi va buyrakda ishlab chiqariladi. Vazopresin 2 reseptoriga ADG ning birikishi adrenal siklazani faollashtiradi va u 3,5 adenozin monofosfat siklik hosil qilib, akoporni 2 kanallarni fosforlash va luminal membranaga chiqishini amalga oshirib beradi. Bizda bu yig'uvchinay tomon desa bosh hujayralar. Buni kattaroq chizamiz, chunki jarayon katta kechadi. Bitta hujayrani o'zini oldik. Luminal membran bu yig'uvchinay. Yig'uvchinay. Bu esa bosh hujayra. Bu tomoniga qizilda belgilab qo'yamiz. Qon tomir. Buyrak nefron 5 ta qismdan iborat. Ular quyidagicha. Birinchisi glomerulus, ikkinchisi Bowman kapsulasi. Uchinchisi egri buyruq nachalarini. Birinchisi demak proksimal egri buyruq nachi. To'rtinchisi genli halqasi. Bu o'zini ham masalan ingichka yo'g'on qismlari bor edi. Ularni kiritmadik. Klassifikatsiyaga distal nachi. 6-sini kiritamiz, 6 ta deb qo'yamiz. Aslida 5 ta. Chunki mana glomerulus Bowman bitta o'sha qism sifatida olib ketiladi. Hop, mayli 5 ta deymiz. 6-si yig'uvchi nachi. Bularni ham kiritib qo'yishimiz kerak. Hop, demak, bu nefronning qismlari edi. Endi juda ko'p nefronlar shu o'zini mahsulotini ichidagi qismni yig'uvchi naychalarga filtrlaydi. Yig'uvchi naychalar esa bosh hujayralardan iborat bo'ladi. Bu joyda antidiuretik gormonning nishoni hisoblanadi. U yig'uvchi naychalardagi shu bosh hujayralar. Endi shu hujayra membranasida vazopressin 2 reseptorlari bo'ladi. Ya'ni bu intersellular kaskadlarni qo'zg'atadigan vazopressin 2 reseptorlar bo'ladi. Qachonki bular aktivlangan bo'lganda, qachon aktivlanadi? Bularga antidiuretik gormon kelib
ta'sir qilganda ular aktivlanadi. Ya'ni bu qanday kechadi? Demak, bu joyda vazopressin 2 reseptorlari bor deymiz. Mana bu joyda. Bu V2 reseptor. ADG, antidiuretik gormon kelib ta'sir qilyapti. Bu GS bilan ishlaydi dedik. GS demak u hujayra membranasidagi ferment adenylat siklazaga ta'sir qiladi. Adenylat siklazaga. Hop, adenylat siklaza ATFdan siklik AMF hosil qiladi. Siklik AMF protein kinaza A'ga ta'sir qiladi. Protein kinaza A esa bu transkripsiya, translyatsiya jarayonlariga ta'sir qiladi. Ya'ni protein kinaza yadroga borib ta'sir qiladi. Bu joyda o'sha transkripsiya, translyatsiya jarayonlarini boshdan o'tkazadi, ya'ni yadro va maxsus oqsillar ishlab chiqaradi. Bu oqsillar demak endoplazma retikulumga boradi. Yadroga yozib qo'yaylik. Endoplazma retikulumdan Golgi apparatiga, Golgi apparatidan bu joyda o'sha vezikula jihati qilinadi va bu joyda maxsus proteinlar, ya'ni aquaporin 2 reseptorlar, aquaporin 2 kanallari hosil bo'ladi. Aquaporin 3 va 4 reseptorlar hujayra membranasida joylashgan bo'ladi. Ular doim ochiq bo'ladi. Aquaporin 2 reseptorlari protein kinaza tomonidan fosforilanadi va hujayra membranasi bilan qo'shiladi. Bu vezikulalar, o'sha vezikulalar yig'uvchi suv, yig'uvchi nay tomonda joylashgan bo'ladi va u bosh hujayralar ichiga o'tadi, undan qonga o'tib ketadi. Suv bu tomonda bo'lsa, bu demak bosh hujayraga o'tadi. Bu joydan keyin qonga o'tib ketadi. Ya'ni buni ta'minlovchi qism aynan mana shu aquaporin 2 o'sha hujayralar hisoblanadi. Chunki mana bu yig'uvchi naychalardagi o'sha yig'uvchi naychalardan bosh hujayralar ichiga suyuqlik o'tishini ta'minlab beradigan reseptorlar bu aquaporin 2 hisoblanadi. Aquaporin 3 va 4 hop qaytarishimiz kerak. Aquaporin 3 va 4 doimiy holatda ochiq bo'ladi, doim ochiq bo'ladi. Aquaporin 2 esa mana bu joyda hozir hosil bo'ldi. Demak bu 3 va 4 hop, endi yashil bilan chizamiz. Bu shu sintezlandi. Suyuqlikning hujayra ichiga o'tishini ta'minlab beryapti. Bosh hujayralar ichiga o'tishini, u esa 3 va 4 orqali keyin qonga o'tib ketadi. Qonda suyuqlik miqdori ortyapti. Plazma osmoliyarligi o'sha osmoliyarligi endi kamayadi. Osmoliyarligi ortadi. Hop, buning natijasida qon bosimi va qon hajmi endi ortadi. Hop. Ya'ni buning natijasida endi qon izotonik bo'ladi. Izotonik holatga keladi. Oldin gipertonik edi, keyin izotonik holatga o'tdi. Endi mana bu joyga eslatma sifatida, demak yashil holatdagi mana bu qism bu aquaporin 2 kanallari, mana bu qoradagi bu esa aquaporin 3 va 4 kanallari hisoblanadi. Demak, aquaporin 3 va 4 doim ochiq holatda bo'ladi. Aquaporin 2 bu o'sha yig'uvchi naychalarda protein kinaza tomonidan fosforilanadi. Antidiuretik gormon ta'sirida shu yana hosil bo'ladi va shu bo'shliq lumen tomonga, lumendagi membran, bo'shliqdagi membrana bilan birga qo'shiladi. Bu tomon demak luminal deyiladi. Luminal membrana.
tomon esa bazal membrana. Ya'ni qon tomiriga qaraganda bazal membrana, bo'shliqqa qaraganda, yig'uvchi naychalarga qaraganda bu luminal membrana deyiladi. Shunga ham e'tibor berib qo'yamiz. Bu demak vazopressin reseptorlarning ta'sirida yuqoridagi shu antidiuretik gormonni fiziologiyasi, ya'ni buyraklarga ta'sirini ham bu joyda izohlab o'tib ketdik. Ya'ni asosiy ta'sir buyraklardagi ta'sirini izohladik. Bu yerda esa antidiuretik gormonning 3-chi retseptori ishlash mexanizmi ular J bilan ishlaydi. Adenohipofizdagi kortikotrop hujayralar ko'p miqdorda ishlab chiqaradi va ko'plab to'qimalar, ya'ni buyrak, timus, yurak, o'pka, taloq, bachadon, ko'krak bezlarida ishlab chiqariladi. Vazopressin 3 retseptorlariga antigenning birikishi hujayra ichi fosforilaza sini faolligini stimullaydi va hujayra ichi kalsiy miqdorining oshishiga sabab bo'ladi. Demak, bu retseptorlar asosan mana shu kortikotrop hujayralarda ishlab chiqarilar ekan, ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Qolgan ta'sirlari shu yuqorida sanab o'tilgan to'qimalarga ko'riladi. Ularning asosiy vazifasi demak kalsiy miqdorini orttirish bilan bog'langan, chunki J bilan ishlayapti. Kalsiy miqdori ortishi yuzaga keladi. Keyin esa suvning so'rilishi. Antidiuretik gormon asosiy nishoni buyrakdagi yig'uvchi naychalar hisoblanadi. Yig'uvchi naylardagi suv o'tkazuvchanligi proksimal egri bugri naychalar va genli qog'ozog'ining, ya'ni halqasining ingichka tushuvchi qismiga solishtirganda kam. Shuni ham eslatib qo'yishimiz kerak. Proksimal egri bugri naychalar va genli qog'ozog'ining tushuvchi qismida doimiy ravishda shu apikal hujayrasi, epiteliy hujayrasi, ya'ni apikal, luminal va bazolateral interstitsial membrana suvni o'tkazish uchun akvaporin osir kanali ishlab chiqariladi. Bu joyda demak doimiy ishlab chiqarilar ekan. Proksimal egri bugri naycha va genli qog'ozog'ida 90% filtrlangan suv proksimal egri bugri naycha orqali qayta suriladi. Chunki qayta surilish bizda qaysi kanal orqali edi? Aquaporin 2 orqali edi. 10% qolgan suv esa distal egri bugri naychalarida adiganing nazorati ostida qayta suriladi. Filtrlangan suvning kichik qismi adiga nazorati ostida qayta surilishi kuchaytiryapti, ko'rib turibsiz. Lekin ushbu jarayonda bosh hujayralarning principal sellarning bazolateral interstitsial qismida vazopressin 2 retseptorlariga antigenning bog'lanishi hujayra ichida siklik MF hosil bo'lishini oshiradi va yig'uvchi naylarning suv o'tkazish darajasi sezilarli ravishda ortadi. Bu aynan shu bilan ahamiyatga ega. Bu demak bu suv surilishi haqida edi. Endi bu joyda shu aquaporin kanallari haqida ma'lumot berilyapti. Aquaporinlar demak 1, 2, aquaporin 3 va 4. Aquaporin 1 demak proksimal egri bugri kanalchalarida genli halqasining epiteliyisini shu bazolateral va luminal membranasi doimiy ishlab chiqariladi. 90% suvni qayta surilishini o'z ichiga oladi. Demak, yuqoridagi holatda aquaporin 1 kanallar ekan. Endi aquaporin 2 faqat yig'uvchi naylarda ishlab chiqarilar ekan. Hop, mana bu joyni to'g'rilab ketamiz. Aquaporin 2 emas. Aquaporin 1 orqali amalga oshirilar ekan. Aquaporin 1. Hop. Aquaporin 2 demak faqat yig'uvchi naychalarda ishlab chiqariladi va ADG tomonidan to'g'ridan-to'g'ri boshqariladi. Antidiuretik gormon vazopressin 2 retseptorlariga bog'lanib, aquaporin 2 ning luminal membranaga qo'shadi. Ya'ni luminal membranani aytdik. Bu tomonda demak. Bu principal sellar bo'lsa, bosh hujayralar bo'lsa, mana bu qism va luminal membrana dedik. Bu tomonda esa qon tomir dedik. Ya'ni bazal membrana. Bazal membrana qon tomiriga qaragan bo'ladi. Qon tomiriga qaragan yuzi. Luminal membrana esa yig'uvchi naychalarga qaragan qism hisoblanadi. Shunga adashib ketmaylik. Hop, aquaporin 3 va 4 yig'uvchi naychalarida epiteliy hujayralarning bazolateral membranasida muntazam ishlab chiqariladi. Bazal yoki bazolateral. Mana joyga shunday deb yozib qo'ydik. Hop, aquaporin 2 orqali suvni qayta surilishini oshirish uchun luminal membranaga qo'shiladi. Bu ham. Hop, aquaporin 2 retseptorlari, aquaporin 2 retseptorlarini biz
Demak, yig'uvchi naychalarda ko'rishimiz mumkin. Aquaporin 2 vazopressin Aquaporin 2 ishlab chiqarishni ortadi va suvni qayta so'rilishini oshishiga sabab bo'ladi. Bu joyda har bitta o'sha moddani qayerda so'rilishi hammasi ko'rsatilgan. Shunday nefronlarning qismlari glomerula birida turibdi. Proksimal egri bo'lguncha bu yerda va ingichka ko'tariluvchi genlik o'zlog'i deyilgan. Ingichka bu yo'g'on ekan. Yo'g'on shu ko'tariluvchi genlik o'zlog'i. Shunday distal naycha, birinchisi yig'uvchi naylar, naychalar va yig'uvchi naycha va naylar. Kanal yig'uvchi kanal deylik, shunda to'g'ri bo'ladi. Demak, ikkinchisi boshlanibdi, natriy va suvni qayta so'rilishi. Ikkinchisida mana shu joyda, ya'ni proksimal egri bo'lgunchalarda va ko'pgina boshqa tarkibiy sidikni, birlamchi sidikning tarkibiy qismlari, boshqa tarkibiy qismlari so'riladigan. Proksimal naychadan natriy va suvni qayta so'rilishi, shuningdek karbon angidrazi mexanizmi orqali mana bu joyda yuzaga keladi. Hop, yo'g'on shu ko'tariluvchi genlik o'zlog'ida natriy, kaliy, xlorni kotransport orqali bu joyda ham kuzatilyapti. Hop. Demak, bu aquaporin 2 reseptorlari asosiy mana shu yig'uvchi naychalarda bo'lishini ko'rsatib o'tilyapti. Ularning vazifasini bildik. Qon hajmi va qon bosimini ortishiga sabab bo'ladi. Hop, keyingisi antidiuretik gormonning vazifasi. Antidiuretik gormonning vazifasi ikki xil bo'ladi. Demak, renal, buyrakka bog'liq va ekstrarenal. Buyrakka bog'liq buyrak naychalari tizimiga ta'sir qiladi va ikkinchi buyrak qon tomir tizimiga ta'sir qiladi. Ekstrarenal buyrakdan tashqari qon tomiriga ta'siri va stress paytida, ya'ni kortizol bilan bog'liq holatda amalga oshadi. Demak, buyrakka bog'liq vazifasi distal egri bo'lgan naychalar oxiri kortikal yig'uvchi naycha medullar kanalga ta'sir qiladi. Mexanizmi siklik amif naychalar membranasiga aquaporin 2 kanaliga ta'sir qiladi va suv kanallari translokatsiyasini vujudga keltiradi. Ta'siri osmoz orqali suvni reabsorpsiyasini rag'batlantiradi. Kortikal yig'uvchi naychalarga ta'siri, ya'ni po'stloqdagi yig'uvchi naychalar ta'siri kaliy reabsorpsiyasini, sekretsiyasini qarama-qarshi tomonga oshiradi. Kaliy sekresiya balansini tushiradi. Antidiuretik gormon tomonidan suvni qayta so'rilishdan keyin kaliy konsentratsiyasi nayda ortadi. Hop, endi medullar yig'uvchi naylarda esa siklik amif urea transporterlari UT1 ni membranaga qo'shilishini rag'batlantiradi, sidikni markaziy interstitsiyaga oqimini orttiradi, ko'p suv reabsorpsiyasiga yordam beradi. Demak, bu buyrakdagi vazifasi. Hop, endi renal vazifasi yana bittasi glomerula mezengiumda V3 reseptorlari mavjud. Bu antidiuretik gormon prostaglandin mahalliy negativ feedback hisoblanadi. Antidiuretik gormon demak buyrakdagi antidiuretik gormonning vazokonstriktor ta'siriga qarama-qarshi dilyatorlarni bo'shashtiruvchi prostaglandinlarning mahalliy hosil bo'lishi bu buyrakdagi qon oqimini ta'minlaydi. Aynan ekstraglomerular mezengial hujayralar. Bu joydan demak mezengial hujayralardan V3 reseptorlari mavjud. Shu joyga antidiuretik gormon va prostaglandin mahalliy ta'siri. Demak, bu joyga qon hajmi ortyapti. Endi buyrakka keladigan qon oqimini ham yaxshilab olish kerak. Shuning hisobiga antidiuretik gormon va prostaglandinlar o'zaro mahalliy negativ feedback orqali ishlaydi. Shuni aytib o'tilgan. Demak, ekstrarenal ta'sirlarga buyrakning ekstrarenal ta'sirlari, adrenalinning ekstrarenal ta'sirlari demak qon tomir tizimiga vazopressin 1 reseptorlarining faollanishi va hujayra ichidagi kalsiy miqdorining ortishi, tezkor vazokonstriksiya va gemorragik holatlarda qon bosimini tushgan paytlarda ko'tarishga xizmat qiladi. Bu yuqorida aytganimizdek boshqa qon tomirini toraytiruvchi moddalardan ko'ra antidiuretik gormon ta'siri yuqoriroq effektga egaligi va samaraliroq bo'lganligi aytib o'tilgan edi.
Hop, stress paytida, og'riq va travma paytida antidiuretik gormon va kortikotrop gormonlari poliventrikulyar yadrodan birgalikda ajraladi va kortikotropinlarni stimullanishi V uch retseptorlarini ta'sirlaydi va u antidiuretik gormon sekretsiyasini antidiuretik adrenokortikotrop gormon sekretsiyasini oshiradi va kortizol sekretsiyasi ortadi. Hop, bu joyda aytilgan ADG antidiuretik gormon, anti qarshi diurez siydik ajratishga qarshi. Hop, KT bu kortikotrop gormon hisoblanadi. Hop, demak, diabetus insipidus siydikni ko'p miqdorda hosil bo'lishi, juda suyultirilgan va ta'msiz hosil bo'ladi. Sabablari markaziy diabetik insipidus suboptik yadrodagi shikastlanish hisobiga yuzaga keladi. O'rta tepadagi, ya'ni median eminence dan yuqorida gipotalamus gipofizial traktda shikastlanish yuzaga keladi yoki neyrik gipofizda diabetus insipidus hosil bo'lmaydi. Chunki antidiuretik gormon umumiy qon oqimiga yetib bormaydi deyilyapti. Hop, nefrogenik diabetik insipidus bu X xromosomaga bog'langan tug'ma defekt, buyrak va ikki retseptorlariga ta'sir qiladi. Bu siklik miqdorini kamaytiradi. Natijada aquaporin 2 hosil bo'lmaydi. Aquaporin 2 retseptorlar genining autosomal mutatsiyasi aquaporin 2 ning vazifasini bajarolmasligi, ya'ni suvni 10% aytganimizdek suv endi reabsorpsiya bo'lmaydi. Chunki muhim edi bu. Shuning hisobiga endi siydikning ko'p miqdorda ajralishi yuzaga kelyapti. Bu joyda antidiuretik gormonni ajralishiga ta'sirlar, shu osmon retseptorlar, baro retseptorlar, yurak, o'pka retseptorlari shu bosim kamaygan paytda bu baro retseptorlarni sezadi. Baro retseptorlarga ta'sir qiladi. Baro retseptorlar demak axborotni suboptik yadroga ta'sir yetkazadi. Hop. Shuningdek bu paraventrikulyar yadro bilan ham bog'langan osmon retseptorlar. Demak, osmon retseptorlar suboptik neyronga va paraventrikulyar neyronga teng axborot yuboradi. U o'sha neyrik gipofizdan antidiuretik gormon ajralishini stimullaydi. Natijada yig'uvchi naychalarda aquaporin 2 sintezi ortib, suvning qayta so'rilishi yuzaga keladi. Ya'ni 10% suv. Qon hajmi va bosimi norma holatiga keladi. Hop, antidiuretik gormonni boshqaruv. Antidiuretik gormon sekretsiyasi ortishi asosan plazma osmol yarligi ortishi, qon hajmining kamayishi, stress va ba'zi dorilar, misol uchun morfin kabilar antidiuretik gormon sekretsiyasini orttiradi. Antidiuretik gormon sekretsiyasining kamayishi plazma osmol yarligini ortishi deyilibdi. Hop, qon hajmi ortishi, ba'zi dorilar, adrenergik agonistlar bu jarayonga ta'sir qiladi. Shu joyda osmol yarligi ortishi bo'ladi. Yana bir ko'rib olamiz. Osmol yarlik va osmol yarlik tushunchalarini farqlab oling. Bu ma'lumotlar albatta muhim hisoblanadi. Joyda. Xo'p. Demak, shu bilan darsimiz yakunlandi do'stlar. Darsdagi xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Ba'zi bir ma'lumotlar xato ketib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta buni o'zingiz yana qidirib, boshqa ma'lumotlar bilan boyitib, mavzuni yaxshiroq tushunasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.